Mana kimdir chiqmoqchi edi, anaqa dedi, chiqaman dedi birozdan so'ng dedi-da, chiqing. Gapirishga gapingiz bormi? Tayinli gapingiz bo'lsa chiqing nafig. Bo'lmasa pastda turing. Qalingiz yaxshimisiz? Конечно, mani maqtang. Farhodni maqtashim uchun sizda nimadir ko'rishim kerak. Just watch. Oy, thank you so much. Lift olasizmi? Yo'q, Dovud o'zi efirga nimaga kiraman aytdingmi? Aytishingiz mumkin. Yo'q, qani boyaniki kimdir gap o'ynayman, Yervaration time deb turganda, birozdan so'ng gapiramiz deb. Sizga oila bormi? Sizga oila, ota-ona hammasidan bor. Ota-onam, aka-ukam, opa-singlim hammadan. Lev tuxumchaga nima gap? O'ziga gapiradigan garang. Anvar Shuvars deb yozibsan-u, Shvarsenegger deb tualetdagi siydigiga o'xshamaysan. Shvarsenegger bo'lish uchun zaldan chiqmaslik kerak 4-5 soat. Keyin o'ziga bo'lgan ishonchi ham yuqori, intellekti ham bo'lish kerak. Asan tualetdagi siydikka o'xshamaysan, Shvarsda. Shvars kim o'san kimsan? Shvars hayotini ham bilmaysan, qo'ya себе. Shvars ham senga o'xshagan anaqa tupoyroq odam bo'lgan aslida, qiynalgan, siqilgan oiladan. Shu hayotini bir o'rganib keldi, keyin taqlid qil, qo'ya себе. Shvars bo'lsang emas. Shvars keyin har xil tupoy gaplar yozmaydi. Tupoy emasdi chunki. Polkovada 25-27 ming rubl просто bomba. So'qroq. Polkvadan 25 mil 27 ming rubl просто. Nima deganingiz? Quruq tushunmadim. Opashki charchamay omad, rahmat Farhod. Zato eshakka ham boqotaq. Anvar Shvars eshakka ham qo'tag'i bor. Sani eshakka o'xshataman. Cho'chqani spermasidan bo'lgan kod. Sani sorting pastligi ma'lum. Men senga bugundan boshlab zapret qo'ydim, mani fermina kirmaysan. Yiban. Oqotdimi? Oqotdim. Nima degani u, Dovud? Ha, nimaga kirasiz, Dovud? Men so'kinishimni eshitishganmi? 25 gram 27 ming rubl. Nimani so'qroq 25 grammi 27 rubl. Nimani? Ha, bo'ldi, siz ham shunlarni o'qiysiz shart emas, bek. So'kimni siz yomon qiz, yo'qimimiz yomon qiz, хорошо. Ay, Lev, ha, xarakteringiz yoqadi. Xarakterimga kelsak, mardga mardman, nomardni lekin enasini ko'rsatishni yaxshi ko'raman. Ana yolg'onchi odam bilan anaqa hayotga bo'lsa, agar men birov aldab qo'ygan bo'lsa, men alamimni olmas qo'ymayman. Igrushka qilib o'ynataman. Meni yolg'on gapiradi-yu. O'ynatib fotiga tepib yuboraman. Lekin веселая девушкani, mard kelimi yolg'onsiz gapirishni yaxshi ko'raman. Balki shu uchun yoqaman. Negativ so'zlarni tashlab ketavering. Хорошо. Qaysing qo'yib qilsang o'lachasan. Juda mayin gapirgansiz, yevreyda. Deb gapirmasam kerak. Ko'rmayapsizmi, sochlarim uzun. Makiyajim bu. Labim ham mana chiroyli, qizilgina. Ko'rmayapsizmi, men erkak jinsiga mansub emasman. Ayollarga, конечно, noziklik, mayillik yaxshi deb o'ylayman. Hali ham grubiy xarakterimni ko'rsatib turibman. Tavba. Qandaydir aksent boshqacha, Dovud. Balki bo'lishi mumkin. Nima ish qilasiz? O'qiyman. Men zerikkanimda she'r o'qib turaman. Balki shu uchun chiroyli ovozim bor. Bilmaysan ichimda qulagan tog'lar. Suvsirab xazonga aylangan bog'lar.
Ayriliq kuyini chalyapti zog'lar, shunda ham sog'inib kelmaysanmi yor? Deb she'ram o'qib turaman. Yozib ham turaman. Ты откуда? Сколько лет тебе? Сколько? О чем? Я в Питере, а ты где? Я узбечка. Я не знаю по русскому языке, очень мало знаю. Asta gapirarkansiz. Shoshilib nima qilaman? Tez gapirib. Zakaz etasizmi? Dovud, zakazga qanaqa she'r bo'lsa, lichkamga yozib qo'ying, Dovud, o'qib beraman. Нежность для девушка самое главное. Конечно, Lev. O'ziz yozgan she'rlaringizdan o'qib bering. Yo'q. Instagramga joylashtirganman bitta ikkitasini. So'kinishniyam she'r qilib etolmaysizmi? Nag'ba yo'qsan. Quyet qilganmisan? Iban nazar. Nima deb so'kinib aytib, shunaqa bo'ladimi? Darzakmisan? Dalbayobsan. Bo'ldimi? Bu shu edimi? Nima qilasizmi so'kintirib? Bo'ldi qiling shu. So'kinishi. So'kinib bering deb aytibdi-yu Dovud. Yana kuladi so'kintirib. Mana shu oxirgi kunlarda mana shu she'r yoqib turibdi. Buni o'qib berganman sizlarga. Eshitganlar bor. Daraxt hayron edi. Bir xoyga xasta. Uni turfa yo'lda ishlatdi usta. Bir uchi 5ga atalgan bo'lsa, bir uchi tobutga bo'lgandi dasta. Undan ko'ra she'rlaringizdan o'qib bering iltimos. Dada, biz kechangladik qadringizni. Bizga ketgan vaqtingizni. Umr bo'yi mehnat qilib, kechib ketib orzulardan bizga ketgan vaqtingizni. Sog'ligingiz, umringizni. Bu o'zimni she'rim. O'zim yozganman. Kelib qolganda bo'lib qolgan. Shohidan o'qing. Shohidan ham bor, boshini eslolmayman. Hammasiga pul kerak. Postin kiysammi? Qimmat postin kiysammi? Yaxshi yashay deysanmi? Axir bunga pul kerak. Hammasiga pul kerak. Mashina kerakmi? Yangi. Qani, sanangchi dengi. Men bu she'r bir takrorlashim kerak. Bitta shohidan bor edi. Hammasiga pul kerak degan. Juda chiroyli ekan. Sevganing bormi deb so'rashar nogoh. Jilmayib qo'yaman, so'z deya olmayman. Bu qanday ayriliq? Ne azob eyvoh, hech kimga sen haqda gapira olmayman. Istasang ko'ksimni bir ochib qara. Yurak yuragimdan o'chira olmayman. Yana buni ham chala bilaman. Xullas eskimga yo'q. Kunlarning o'tishini sobirgan kunlar yerni toshga aylantirdi. Mixlanib qoldi ufqimda fasllar bor yomg'ir bulutdi. Yopiqdir qozonlar bilinmaydi. Go'sht pishyaptimi yoki dardmi? Yozganimni o'qiyapsizmi? Yo'q, o'qishim uchun she'r aytmasligim kerak. Shu she'r zo'r ekan. Islom Karimov o'lgandan keyin bir she'r. Qaysi she'r? Juda chiroyli ekan. Qaysi? Yuboring menga. She'r o'sha kim yaxshi she'r bilsa menga yuborsin. По-русски знаешь? Нет, очень мало знаю. Dovud, nima deb yozdingiz? Gap yo'q. Gap ko'p. Menda gap ko'p, sizda yo'q bo'lsa.
Ona. Ona haqida bir she'r bilardim-da. Esimga kelmayapti-da. Agar ishq haqiqiy bo'lsa, agar ishq haqiqiy bo'lsa, nega u tugallanmasligi kerak? Baxt bo'lib, armonsiz yakun bo'lib. Bir inson keladi qalbingga bo'lib bahor, yana deydi, ikkinchi yuzim bor. Bu qahraton qish deb. Bu meni o'zimning she'rim, boshini eslolmayapman. İlk she'rlari, men Islom Karimov she'rlarini bilmayman. O'qish kerak. Yaxshi she'rlar bo'lsa-da o'qiymiz. Qidirib topishim kerak. Amizga qo'limni tiqaman, Aleksey. Ko'tizga qo'taq tiqsam yaxshi bo'ladi. Men ko'tiz kishga qisqaman-da, Aleksey. Bu o'zbekmi? Rusmi? Нихуя себе. O'zbekmi? Нихуя себе. Nafig meni bunaqasi o'kinadi. Siz ham yaxshi gaplar aytasiz ekan-ku, Muzaffariyev, конечно. O'zbekistonda Rusimi? Yo'q, qo'limni tiqaman amizga. Aleksey, agar sen o'zbek bo'lib ismingni o'zgartirib Aleksey deb qo'ygan bo'lsang, nafratlandim sendan. Chunki onang bilan otang qo'ygan ismdan o'rlanib qulog'ingga azon aytiladi-yu. Aleksey deb aytilmagan bo'lsa kerak azon. Shu ismingni o'rlanib mana shunaqa ism qo'ygan bo'lsang, o'zbek bo'lib shunaqa yozib turgan bo'lsang, Xudodan top. Nafratlanaman sandaqalardan. Menga sadaqang kerak emas. Qaytarib o'tib boraymi? Yuborma menga podarka. Jirkanaman sandaqalardan. Yuragim orziqib istayman sizni. Yuragim orziqib istayman sizni. Qarshimda yo'q sizda alamadim yonim. Nima? Nihoya себе to'g'ri yozing. Assalomu alaykum 0707 qalaysiz do'stim? O'zingiz ismingiz nima? Millionerka meni ismim. Millionerka. Bo'pti, men ketdim. Xafa bo'ldim sizlardan. Nimaga shunaqa yozasizlar? Haqiqiysi nima? Millionerka. Mayli, men ketdim, men ham ketdim. Hammamiz ketamiz. Hamma dindor bo'lib qoldi. Hamma dindor bo'lib qoldi. Tushunmadim. Din haqida gapirsa sizga yoqmaydimi? Ichingizdagi shaytoningiz qo'ymaydimi? Yoki yelkangizdagi, yoki qoningizda bormi shaytonni? Shaytonchalaringiz. Din haqida gapirish uchun mulla bo'lish yoki namoz o'qish обязательно shart degan joyi yo'q. Din haqida обязательно faqat mullalar gapirmaydi. Din haqida gapirish uchun mulla bo'lish kerakmi shunda? Aleksey, Xudodan top. Isming boshqa bilaman. O'sha haqiqiy isming nima bilmayman-u. Shu orlanib o'zingni ismingni qo'yishga orlanibsan-da, otang qo'ygan ismni uyalibsan-da. Aleksey deb qo'yibsan. Lekin namoz o'qish kerak. Конечно. Bu 100%. Lekin siz kimsiz o'zi вообще? Odamlarni maskaralar ko'p deyapti. Muzaffar, tushunmadim. Asal siz mulla demadim. Davidjon kelibdi, men do'stim. Nima gap bo'ldi singlim? Men hozir kirgandim. Hamma gapdan bo'ldi.
Hammasini gapirib beraymi bir boshidan? G'iybat qilmanglar, может, tattadur o'zi biladi qanaqa ism qo'ysa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gap bunga emas, просто так g'iybat degani g'iybat Sardorjon. Bu yo'q payti biza gapirishimiz. Bu pidaras shu yerda o'tiribdi-yu, ko'tiga siskay. Bu iflos shu yerda o'tiribdi. Bu g'iybatga kirmaydi. O'zi qatnashyapti-yu shu g'iybat ichiga. G'iybatga kirmaydi naxuy. G'iybat degani ketgandan keyin orqasidan gapirish g'iybat. Bo'yi kalta bo'lsa pakana deyish ham g'iybat. Lekin hozir o'zi pidaras o'zi turibdi-yu shu yerda. Anaqa tilini kuchukdek osiltirib, kuchukni tilidek qilib. Kuchuklar bo'ladi-yu, ko'chani itlari. Shunga o'xshab turibdi-yu o'zi ham. Bu g'iybatga kirmaydi. Bo'ynamiga kirib ket. O'zi ham so'kadi, g'iybat qilmanglar deb bo'ynamiga kirib ket deyishgan-chi. Siz ayni payapsiz yaxshilik. Yaxshisi ketdim. Yaxshi boringlar, men ham o'zim ham ketyapman. Simba. Siz pizzada o'qidingiz, lekin ruschani bilmaysiz dedi. Shunga hayron qoldim. Bek hayron qolmang, rus tilini bilishim shart emas. Shu siri bo'lsangiz bo'ldi. O'zingizni tutib yo'qotib qo'ymasangiz, deb hayajonlanib qolmasangiz bo'ldi. Shu yaqin bitta ikkita tanishingiz bo'lsa, shular yordam berib turadi. Agar tuzuk odam bo'lsangiz. Rus tilini o'rganish kerak lekin. Sizni kutib qolaman. Qayerda? Kimsiz? Qayerda kutyapsiz meni? Yomg'ir yog'yaptimi? Yomg'ir yog'yapti.